2026-yil reselling bo'lgan Leapmotor C11imiz ko'rishingiz mumkin. Eng full pozitsiyasi liderligi. Обычный Leapmotor C11larimizni oldi qismida gibridida radiator reshotka bo'lardi. Buniki xuddi elektrga o'xshab ketgan. Undan tashqari tormoznoy sistemalari yashil bo'lgan. Bu yerda bezramishli 2 qavatli qalin oynamiz bo'ladi. Salon qismini dizaynini bitta ko'ringlar, choko svetda. Именно mana shu full pozitsiyasida head-up display qo'shilgan. Buni salon qismini dizaynini qaranglar, вообще chiroyli qilib ishlangan. Именно o'zimizga 11larda shu yerda monitori bo'lardi. Bu restylingidan botdagi monitorni olib tashlab, o'rtadagi monitorni katta qilib ishlangan. Undan tashqari bu yerda atamankalar ham qo'shilgan. Bu yerda head-up display ishlashini qaranglar mana. Head-up bu yerdan skorslan polisi ko'rsatib turadi mana. D ga soldim, sekin yurishni boshlayapman. Ko'rasizlarmi ishlashini? Вообще четко qilib ishlangan head-up display mana bu yerda turibdi. Skorsini oynani lobovoy o'zidan ko'rsatib turibdi. Bu yerda necha kilometr yurishimizgacha ko'rsatib turar ekan, qaranglar. Именно shu Leapmotor C11imiz gibrid hisoblanadi, 300 kilometrligi. C11imiz $32.800 belgilangan. Aytgancha ushbu avtomobilimizni soni cheklangan. Tezroq avtosalonimizga tashrif buyurib, xarid qilishga shoshiling.